Qayerdan keldingiz opajon? Kasbidan. Kasbidan kelganlar. Mana ayollar buradan chiqqan. Qachon chiqdi desam, 78-chi chiqgan ekan bu oyoq. 78 bo'ladigan bo'lsa, endi 48 yil bo'ladi. Yarim asr pashti, yarim asr bo'lgan. Ha, bir bosganda joyiga bordimi? Ha. Bir bosganda 40 joyiga bordi. Bir bosganda 48 yil. Xudodan 48 yil. Men hozir 34 yosh, 35 yoshdaman. Mendan ham necha yosh katta bu oyoq chiqqan oyoq. 48 yil. Shunday azob bilan yurganlar. Mana qarang ayol. Telefonda ko'rinyaptimi, mana ishlarni qarang. 48 yil shu holatda yurganlar. O'zi bo'lmaydi 48, 50 yil tasavvur qiling, 50 yil. Yil. Chiqsa yurib bo'ladimi, haliga yursa bo'lar, kelaverasizlar yurib. Chiqsa yurib bo'ladimi deydi. Mana 48 yil yuribdi mana shunisi. Mana bu yog'im, hali bu yog'im ko'rsangiz, bu yog'im chiqqan.